Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari, barchangizni Termiz shahridagi Surxon arenaga taklif etning Neftchi klubini qabul qilmoqda. Jamoalar yashil maydonga chiqib keldi. Ibrohim Halil Yo'ldoshev yugurishni boshladi. Neftchi futbolchilari chap tomondan oldinga qarab borishyapti. Ibrohim Halil to'xtab oldi. Obek Abdusalomov, Nodirbek Abduxoliqov, Javohir rang uzun uzatma bilan markazgacha jamoa ko'chib o'tdi. Baribir tonusdan biroz chiqib qolgan FIFA kunlarida barcha jamoalar to'liq qo'sha rasmiy uchrashuv qiling. Menimcha betaraf muxlislar bu uchrashuvdan yutadi. Shu tezlik oshganda tushmasa-da, so'nggi daqiqalarni Neftchiga nisbatan faolroq o'tkazyapti maydon egalari. Shu narsa o'zgarish emas, tushunarli jamoa. Yarim himoya Qondiq Ro'ziyev endi raqiblarni aldadi, qanotga aniq pas berdi. Ibrohim Halil Yo'ldoshev to'pni uzatdi. Masalan, qaysidir o'yinni 8 ga qo'yib, qaysidir o'yinni 6 ga qo'yish bu mantiqan noto'g'riroqda. O'sha jamoalarga biroz hurmatsizlik bo'lib ham qoladi. Ibrohim Halil Yo'ldoshev jarima maydonchasiga kirib bordi, zarba berdi va hozir ozgina qoldi. Darvozabon bu tomonda qolib ketganligini ko'rdi Ibrohim Halil. Qarang, xavfli, kutilmagan zarba bilan darvozabonni ham shoshirdi. Aniq juda ko'p to'xtalishlar bo'lmadi. Qo'shib borsa 4-5 daqiqa qo'shadigan o'yin edi nazarimda. Hozir Ibrohim Halil Yo'ldoshev